Assalomu alaykum hammaga. Xcode Playground kod maydonchasi bilan gaplashamiz. Ya'ni bu kod maydonchasida biz oddiy kodlarimizni sinash uchun ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Kelinglar, oldingi darsda biz Xcode'ni o'rnatib, ishlatib, proyektni yurgizib ko'rgandik. Endi Xcode'ni yana ochamiz. Xcode'ni ochganimizda shu o'yin hosil bo'ladi. Biz yuqori qismdagi new qilamiz. File, new playground. Biz yangi playground yaratamiz. Masalan, blank degani bo'sh playground. My playground 1 masalan. Mana bizda playground yaratildi. Bu joyda biz nimalar qilishimiz mumkin? Indexing processing bo'lyapti. Biz boshlab tursak bo'ladi. Var degani bizda o'zgaruvchilar. Bu haqida alohida to'xtalamiz. Greeting. Kelinglar, shuni print qilib ko'ramiz. Nimani print qilamiz? Greetingni. Ya'ni bizda launching bo'lyapti, ishga tushish boshlanyapti. Run qilamiz. Ekranimiz bir tomonda bizga print nima o'zi? Printerdan nimanidir chiqarishda biz print buyrug'ini berardik. Masalan, oddiy qurilmalarimizda. Bu ham xuddi shunday. Greetingni print qilamiz deyilsa, nima bo'ladi? Hello playground. Kelinglar, shuni men o'zgartirib ko'raman. Islombek deyman. Hello Islombek desam, pastdagi natijamiz va bizni konsolimizdagi natija o'zgardi. Demak, buni tipi string deyapti. Hello Islombek chiqdi. Kelinglar, oddiy bironta matematik amalni bajarib ko'ramiz. Let deyman, bu ham o'zgaruvchi e'lon qilish. A deylik, oddiyroq tushunishimizga oson bo'lsin. A teng 10. Let deymiz. B teng qanday 20 degan raqam beraylik. Kelinglar, shuni print qilib ko'ramiz. Print. Ani print qilib ko'ramiz, kelinglar. Ani print qiladigan bo'lsak, nima chiqdi? 10. Yana print yozib ko'ramiz. Kelinglar, shu joyda tezkor buttonlarni ham tezkor knopkalarni ko'rib chiqaylik. Agar men Ctrl D, ya'ni Command D ni bosadigan bo'lsam, bizda 2 marta chiqarib beradi bu narsani. Double, ya'ni ikkilashtirish hisoblanadi. B ni print qilib ko'ramiz. Ana bizda pastga ko'raylik. Hello Islombek 10 20. Demak, bizda printlarimiz, demak bizda nechta print bor? 1 2 3, 3 ta print bor. Demak, Hello Islombek 10 20. Yana bitta print yozib ko'raylik. Print nima deyishimiz mumkin endi? A plus B 30 bo'ladi, ya'ni. Kelinglar, shuni 5 qilaylik. Boshqacharoq ko'rinadi. 5 20 25 hosil bo'ldi. Yana print qilib ko'ramiz. Matematik oddiy amallar. Yana nima qilishimiz mumkin? 20 ni 5 ga bo'lishimiz mumkin. Print yo'q, biz A minus B emas. Nima qilmoqchi edik? B bo'lamiz. Bo'lishi belgisi slash belgisi hisoblanadi. B bo'lu A. Kelinglar, hozir ko'paytiruv qani? Hopana. B ni A ga ko'paytirsak. Demak, 100. 5 kare 20 100 bo'ladi. Hozircha shular. Biz dasturimizni rejasiga bir qaraylik. Xcode Playground bilan tanishamiz. Kod maydonchasi. Playground ochdik, yangi playground ochdik biz. Tezkor natija o'ng panelda darhol ko'rdik. Erkin tajriba, xatoni qo'rqmasa. Masalan, men yozganimda ham xato bo'ldi.
bo'lishi mumkin, hatto sizlarda ham ishlamay qolishi mumkin. Bu muammo degani emas, yana qayta harakat qilib o'rganishimiz mumkin. Xo'p, o'zgaruvchi e'lon qilib ko'rdik. A5, B3, A ni B ga qo'shadigan bo'lsak, nima bo'ladi? 8. Salom. Playgroundimizda print byuromiz pastda mana salom bo'lib chiqdi. E'tibor bering, chapda kod, o'ng tomonda qatorni qiymati, pastda konsolimizda natija ko'rinadi. Salom. Yana to'rtta print yozib ko'rilgan bizni tajribamizda. Print salom, print 5 plus 3 8, uzr, 5 ga 3 qo'shamiz 8, 10 da 4 ga ko'paytiramiz 40. Biz ham xuddi shunaqa amallarni bajarib ko'rdik. Let ism, biz let o'zgaruvchisini e'lon qilib ko'rdik. Aziz ism Vali xato bo'ladi, chunki let bir marta qabul qiladi. Bularga ham alohida keyinchalik to'xtalamiz. Demak, ismni bir marta e'lon qilamiz, 2 marta ism deb e'lon qilishimiz xato. Topshiriq va vazifa. Playground yarating. Oddiy playground, juda murakkab bo'lishi shart emas. File, new playground. Esingizdami? Videoni boshiga qaytaring. Unda blank shablonini tanlang. Mana qaysi shablon? Biz blank tanlaymiz. Blank bu bo'shlik degan shablonni tanlaymiz. Print 5 ta print yozing. Harakat qilib ko'ring. Matn va savollar bilan ishlang, natijani kuzatib ko'ring. Xato chiqaring. Ataylab xato qilib yozib ko'ring, xabarni o'qib tuzating. Demak, xato qilsak, pastda yozadi o'zi. Sen buni xato yozib qo'yding degan narsani ko'rsatadi. Sizlarga vazifa minimal talab playground oching va 3 ta print yozing. 3 tadan ko'p yozishingiz ham mumkin. Mana kuchli natija deyilyapti. 5 plus 5 plus natija, turli buyruqlarni sinab ko'ring. Xato qilishdan qo'rqmang. Bilim qaytarish va takrorlash mahsulidir. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.